Sizlar aniq bilmaysizlar, meni o'zim ham bugun bilib qoldim. Instagramda shunaqa funksiya bor ekan. Biza audio jo'natayotganimizda uni o'zgartirsak bo'lar ekan. Men bugun bildim shuni. Sizlarga ham o'rgatmoqchiman. Вот. Qanaqa bo'ladi? Ya'ni kimgadir audio jo'natmoqchi bo'lsak, o'shani ochib olamiz. Akkauntni men xohlaman telefonidan o'zimga qilib qo'ymoqchiman. Вот. No, o'zim mana. Вот shu qiz. Audioni bosamiz, вот. Bosamiz, tepaga o'tkazib yuboramiz. Ya'ni audio biza qo'l tekkizmasak ham ketyapti, yozilyapti. Вот. Men gapiryapman. Sizlarga tushuntiryapman. Keyin nima qilamiz? Gapirib bo'ldik уже. Keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, o'rtada 3 ta chiziq bor, bunaqa, bunaqa, bunaqa. Va o'shani bosamiz. Вот. Bosdim. Bu yerda ko'plab misollarni ko'rsatdi. Давайте robotdan bosib ko'ramiz. Mikrofonga bosamiz, tepaga to'zg'oramiz, ya'ni audio biza qo'l tekkizmasak ham ketyapti, yozilyapti. Вот. Men gapiryapman. Sizlarga tushuntiryapman. Oddiy yuborish tugmasi bilan yuboramiz. Все, bu qiyin emas. Men o'zim вообще xolamga prank qilganman. O'zim akkauntimdan xolamga audio tashlaganman, eshitib ko'ringlar. Shukran, aka, ishdan. Senga badik xorazmdan yo'q ekansan. Tipa Babolyo ovozida xolamga Xorazmdan mehmon kelgandek qildim.